Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 110-mo'jiza. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Badr kuni mushriklar haqida qilgan duolari. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Shom tarafdan Makka ahlining 100 karvoni yo'lga chiqqani xabari keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va madinaliklar qo'lga kiritish maqsadida karvon yo'liga chiqdilar. Bundan xabar topgan makkaliklar tuyalarni tezlatishdi. Karvon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'tib ketdi. Agar yetishganida madinaliklar ularga osonlik bilan egalik qilib, g'animat mollarini qo'lga kiritgan bo'lardi. Karvon o'tib ketishi bilan bu imkoniyat qo'ldan ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlar bilan ularning ortidan borishni ixtiyor etdilar. Musulmonlar mushriklardan kuch jihatidan ancha zaif edilar. Qavm bir joyga yetib to'xtadi. Musulmonlar to'xtagan joy bilan suv bor bo'lgan joygacha jaziramada qizigan katta qumloq bor edi. Qavm suvsizlik va charchoqdan holdan ketib zaiflashgan. Qalblariga ham shayton g'ulg'ula solib vasvasa qila boshladi. Sizlar o'zlaringizni Allohga yaqin deb o'ylaysizlar. Oralaringizda Allohning rasuli ham bor. Ammo sizlardan mushriklar ustun. Ular sizlardan g'olib keladi. Suvga egalik ham ular tarafda. Musulmonlardan ana shu mashaqqatlarni ketkazish uchun Alloh taolo yomg'ir yog'dirdi. Musulmonlar undan ichib chanqoqlarni bostirdilar va tahorat olib poklanib oldilar. Alloh ulardan shaytonning vasvasasini yo'qotdi. Yomg'irdan so'ng yerlar qurib qoldi. Musulmonlar qavmi va ulovlar yana mushriklar tomon yo'lga tushdilar. Alloh taolo Rasuli sallallohu alayhi va sallam va mu'minlarga nusrat berib, 1000 ta farishtani yordamga yubordi. 500 farishtaga Jabroil alayhissalom va 500 farishtaga Mikoil alayhissalom bosh bo'lib keldilar. Bu holatni ko'rgan mushriklar hayratlana boshladi. Shunda Abu Jahl: "Ey Alloh, bizlar haqqa yaqinroqmiz. Bizga o'zing yordam ber", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'llarini ko'tarib Alloh taologa duo qila boshladilar. Allohim, agar sen bu jamoani halok etsang, yer yuzida senga ibodat qiladigan kishi qolmaydi, dedilar. Jabroil alayhissalom: "Ya Rasululloh, bir siqim tuproq olib ular tomonga soching", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir siqim tuproq oldilar va dushman tomonga sochdilar. Tuproq mushriklarning og'zi, burni va ko'zlariga kirdi. Ular ortlariga qaytib ketishdi. Bir 111-mo'jiza. Alloh taologa qilingan duo va farishtalarning yordamga yuborilishi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Badr kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam mushriklarga qaradilar. Ularning adadi 1000 dan ziyod. Musulmonlar esa 317 kishi edi. Qiblaga yuzlanib o'tirib duo qila boshladilar. Qo'llarini ko'tarib Alloh taologa munojat qildilar. Hatto egnilardan ridolari ham tushib ketdi. Ey Robbim, o'zing va'da qilgan yordamni bergin. Ey Robbim, o'zing qilgan va'dangni ko'rsatgin. Allohim, agar sen bu jamoani halok etsang, yer yuzida senga ibodat qiladigan kishi qolmaydi, dedilar. Abu Bakr roziyallohu anhu kelib ridolarini oldilar-da yelkalariga qo'ydilar va: "Ya Rasululloh, Alloh taologa qilgan munojatlaringiz yetarli bo'ldi. Alloh tezda sizning duolaringizni ijobat qiladi", dedi. Shundan so'ng Alloh taolo quyidagi oyatni nozil qildi. Robbingizga yordam so'rab faryod qilganingizda
men sizlarga ketma-ket keluvchi 1000 nafar farishta bilan madad beruvchidirman, deb duoingizni ijobat etganini eslangiz. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning duolarini ijobat qilib, farishtalarni yordamga yubordi. Bir 112 mo'jiza. Alloh taolo musulmonlarga dushmanga yaqin bo'lsalar ham mudroq tushirdi. Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Abu Talha roziyallohu anhu aytadi: Badr kuni boshimni ko'tardim va hammaning qattiq uyquda yotganini ko'rdim. Bu Alloh taoloning ushbu so'ziga muvofiq bo'lgan. Uning tarafidan xotirjamlik uchun sizlarni mudroq bostirgani, ustingizga osmondan suv, yomg'ir tushirib, u bilan sizlarni poklash, shaytonning vasvasasini sizlardan daf etish, dillaringizga o'zaro aloqa paydo qilish va u bilan qadamlaringizni sobit, mustahkam qilishni iroda etganini eslangiz. Zuhri aytadi: Badr kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va musulmonlar tog' tagida edilar. Alloh taolo ularga xotirjamlik uyqusini jo'natdi. Musulmonlar dam olib, qalblari xotirjam bo'lishi va kuch-quvvat yig'ib olishlari uchun uyquga ketdilar. Bu vaqtda dushmanlar ularga juda yaqin joyda edilar. Bir 113 mo'jiza. Hanzalani farishtalar g'usl qildirishining xabari. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Hanzala ibn Abu Omir Saqafi va Abu Sufyon jangga chiqdi. Hanzalaning Abu Sufyondan g'olib kelayotganini ko'rgan Shaddod ibn Avs ibn Shu'ub uni qilichi bilan o'ldirdi. Bu ishni Abu Sufyonning o'limiga oz qolganda qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Birodaringiz Hanzalani farishtalar g'usl qildirgan, uning ahlidan so'ranglar dedilar. Uning ayolidan so'ralganda, Hanzala qattiq urush xabarini eshitganda junub holda bo'lib, shu holicha chiqib ketgan edi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shuning uchun ham uni farishtalar g'usl qildirdi dedilar. Bir 114 mo'jiza. Alloh taolo Ibn Qamiyani halok qilish uchun echkini yubordi. Nofi ibn Osim roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlarini qonatgan Huzayl qabilasidan Abdulloh ibn Qamiya degan kishi bor edi. Alloh taolo unga bir takani jo'natdi. Uni o'lgunicha suzdi.